Shahzod Azmiddinov, Damir Temirov jamoa sardori 18-raqam ostida o'ynamoqda va andijonliklar o'ng tomonimizdan o'rin olgan jamoa vakillari o'yinni boshlab berishdi va tezlikla hujumga o'tishdi. Usmonali Ismonaliyev 22-raqamda, Doniyor Abdumannopov 23, Kristian Novak himoyada 27-raqamda o'ynaydi. Abbosbek Abdug'afforov bugun asosiy tarkibda 2004-yilda tug'ilgan, chunki tayanch zonasida yordam beradigan asosiy futbolchilar yo'q. Darvozabon hamda tayanch yarim himoyachisi to'rt burchak ichiga uzatib beriladi va bu yerda Akinade jamoa joniga oro kiryapti. Qochib ketadimi? Qochib ketadi. Mana andijonliklarning hujumi. Hoppala, pas, ofsayd yo'qmi, bormi? Hop, aldaydi. Gol uradimi? Gol! Mana qarshi hujum qanaqa bo'ladi? Ofsayd bor deb aytishyapti Xorazm jamoasi futbolchilari. Buni endi biz bilmaymiz hozir. Biz vaziyatning farmonida edik. Hozir Ultras Burgut bayram qilyapti. Andijon qochib ketdi. Offside bor yoki yo'q, buni VAR ko'rib chiqadi. Bir narsa deya olmaymiz. Hozircha gol inobatga olinmoqda. 23-raqamdagi Doniyor Abdumannopov hozir raqib darvozasini juda chiroyli tarzda ishg'ol etdi. Sardor Qobiljonovga ish qolmadi. Offside yo'qqa o'xshaydi. Endi haligi stop kadrda har narsa bo'lishi mumkin. Chunki jim turdim. Endi suxandonki e'lon qilib yuborgan bo'lsa bo'ldi. Menimcha VAR ko'rib chiqdi-yu. Lekin VAR ko'ryapti. Endi VARchilik do'stlar 11-o'ringa ko'tarildi. 32 ochko. Xorazm 15-o'rinda. Bilasiz, 14-hamda 15-o'rin egalari play-offda qatnashadi. Usmonali Akinade! Wow! Akinade gol bo'ldi, o'zi ham bor. To'p havoda birpas o'ylanib turib, chaplashib, keyin darvozaga kirib ketdimi? Rikoshet bo'ldimi, o'lmadik. Andijon mana shu kurashni ushladi. 2-0 va Bobur Arena jonlanyapti. Tashqarida yurganlar ham, hali stadionga kirmaganlar ham sekin kirishni boshlashadi. 2-0 kudib. Oxirgi turlardan keyin albatta muxlislarda qanaqadir ishonchsizlik paydo bo'ladi. Bugungi uchrashuvda mana shu oxirgi 5 daqiqada Andijon namunali o'yin ko'rsatdi. Akinade gol uryapti. Mana shu joyda menimcha Usmonali eng to'g'ri qarorni qabul qildi. Xato. Mana Usmonaliyev kurash olib bordi, tepmoqchi bo'ldi. Keyin Akinade to'p bilan ta'minladi. Hop. To'pning yo'nalishi o'zgarib ketdi. Orqa kadrdan ko'rib olmasak bizni vaziyat aldayapti. Hop. Akinade to'pni aylanishidan kelib chiqsak rikoshetcha bo'ldi men. Endi mana bu kadr oydinlik kiritadi. Bu qaziyotgan klubga ikkinchi bo'limi bor to'liq. Lekin hisobni qisqartirib chiqib ketadigan bo'lsa, butunlay boshqacharoq kayfiyatda tushadi. Shuning uchun ham o'ynayapti. Xo'sh. Mana bu qarshi hujumni ko'ramizmi? Bu tomonlarda kim bor? Darvozabon chiqmadi. Xatoga yo'l qo'ydi menimcha chiqmasdan va Andijonning xavfli hujumi Bektemir ajoyib va gol! Mana bu aqlli harakatlar bo'ldi va bilmadim o'yinga nuqta qo'yilyaptimi, qo'yilmayaptimi. Hozir ko'rdingizda, boya pozitsiyalar haqida gapirgan edim. Abduvohid G'ulomov hujumchi pozitsiyasida yuribdi. Abduvohid chap tomonga boshqa futbolchi ketganini ko'rib turib, butunlay yo'nalishini o'zgartirdi. Hali taktik ko'rsatuvlar bo'lsa, ko'rib chiqsa bo'ladi. Aynan G'ulomovning harakatlari qanday bo'lganini, u qaysi tomonga ketganini qop ketdi ko'raylikchi. Mana bu joyda, shu joyda pas juda to'g'ri qaror bo'ldi. Abduvohid qani? Hop. Ana Abduvohid ko'rdingiz? Shuni payqadim o'zim. Stadionda tomosha qilayotganligim uchun kadrdan tashqaridagi narsalar ham ko'rinib turibdi-da.
va ko'z ilg'aydi. Bu ideal pas bu. Doniyor juda to'g'ri qaror qabul qildi va Bektemir, Abdumannonov hamma Usmonaliga to'pni uzatib beradi deb o'ylaganda himoyachilar vaqtida to'pga yetib kelgan, chapiga to'g'rilab tepishga hozirlik ko'rayotgan Abduvohid G'ulomovni tanladi va bu tanlov juda to'g'ri qaror bo'lib chiqdi. Qarshi hujumda bugun Andijon Monster. Suxandondan ham deyarli qarshi hujum. Jamoa yutayotganda, yirik hisobda g'alaba qozonayotganda hamma narsa yarashaveradi. Katta va darvozabon o'z joyini tark etmadi. Diyorbek uzatmami? Va gol! Hisob qisqaryapti. Bo'sh qo'yishdi Diyorbek Ortiqboyevni va bundan u unumli foydalandi, ichkariga to'g'ri to'pni yetkazib berdi. Asadbek Saidxonov esa hech bo'lmasa ikkinchi bo'limga intrigacha urug'ini tashlab ketyapti. Urug' hosil beradimi, bermaydimi bilmaymiz, lekin har holda ikkinchi bo'limga neytral sharhlovchi, neytral muxlis uchun boshqacharoq kayfiyatda yo'l olamiz. 3-0 yiriklashib ketgan edi. Takror lavhada ko'rib olishimiz mumkin agar ulgursak. Mana shu joyda ofsayd bormi yoki yo'qmi degan masala bor. Ofsayd yo'q ekan, to'g'ri. Mana shu joyda pas hammadan o'tdi. Bu yerda darvozabonni umuman ayblab bo'lmaydi. Chunki tala to'p ichida himoyachilar yopishlari kerak bo'lgan futbolchi. Unda boshda o'sha Diyorbekni o'tkazib yuborishganda masala hal bo'lgan edi. Xorazm javob berdi. Boya aytdik. Va to'xtatdi. Xo'sh, Samiyev. Hazratjon Tursunqulov bu tomonga to'pni uzatdi. Mana nuqta. Zarbaga imkon berishyapti va gol! Shedevr gol ko'ryapmiz. Imkon berishyapti dedik va juda oson gol amalga oshirilyapti va boya aytganim do'stlar, 3-1 aldamchi hisob. 3-1 go'yoki bitta jamoaning ustunligini ifoda etadi, lekin bitta gol hammasini burib o'zgartirib yuborishi mumkin deb qayta ta'kidladik, lekin sharhlovchining gapini eshitishmaydi. Farruh Ibragimov adashmasam hozir mana bu hududda bemalol qana shuncha futbolchi qurshovida chapiga to'g'rilayapti, zarba yo'llayapti. Komilov ojiz. Yo'q, bu Hazratjon Tursunqulov kiritdi shekilli gol. Mana rosa ruxsat berishdi. Xohlagancha o'girilib olishga imkon bo'ldi. Mana himoyaga shuning va hisobni ushlashni oldi. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Mana endi to'g'ri pas. Katta Usmonali ketadi, zarba yo'llashi mumkin edi. Yo'q, to'g'riroq Sheriga uzatib berdi. Mana bu pasga nima deysiz? Yana Abduvohid ketyapti. G'ulomov qarang epizodning oxirigacha o'ynab qo'yganiga. Boshqalarga qaraganda ko'proq mukofot. To'rt daqiqa qo'shib berildi do'stlar. Mana Abduvohid G'ulomov hozir o'yinga nuqta qo'yishi mumkin. Darvozabon oyog'i bilan qaytargan ekan. Keyin oxirigacha o'ynashini qarang. Shu joyda darvozabon oyog'i bilan tepib yubordi. Va oxirgi hujum bo'lishi mumkin. Bu epizodda var gaplashyapti. Bo'ldi. Yakunlab qo'ya qoldi. Varga ham ish qoldirmadi, boshqalarga ham ish qoldirmadi va Andijon muhim uchrashuvni g'alaba bilan yakunladi va ligada qoldi. Aniq qoldi. Mana shunisi haqiqat. Xorazm esa play-offda o'ynaydigan bo'ldi va oxirgi turda balki mamlakat chempionini, balki mamlakat chempioni bo'lish uchun
hozirlik ko'rib kelayotgan jamoani qabul qiladi. Ikki jamoaga ham rahmat, Xorazmga ham rahmat bugungi ikkinchi bo'lim uchun, intriga berganligi uchun, so'nggi daqiqalargacha kurashganligi uchun va mazmunli futboli uchun. Lekin Andijon birinchi bo'limda asosiy ishni qilib bo'lgan edi. Shu bois ham g'alabaga haqli deb topilyapti. 3 ta gol, 3 ochko va turnir jadvaldagi yuqorilagan o'rin. Ayni pallada jamoa 11-o'ringa ko'tarildi. Hozir Qo'qon 1912 0-0 o'ynayapti 31 ochko bilan 12-o'rinda bormoqda. Kamina Xayrullo Hamidov ishladim va ijodiy guruhimizga ham minnatdorchilik izhor etamiz. Zo'r o'yin ko'rdik va xudo xolasa